Bu yopiq komedonlar. Mana bu esa akne. Buni ham akne deyotgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Bu rozatsiyani papilla-pustulyar shakli. Mana bu esa post akne. Sizda ham shunday muammolar bormi? Unda bu videoni oxirigacha ko'rib saqlab qo'ying. Akne yog' bezlarining faoliyatini buzilishini hisobiga paydo bo'ladi. Undan tashqari oshqozon ichakidagi muammolardan kelib chiqadi. Yopiq komedonlar o't qop, jigar va yog' bezlari bilan bog'liq bo'lgan hosiladir. Rozatsiya, ya'ni pushti husnbuzar, qattiq stress va genetik moyillik. Undan tashqari terida demodex, ya'ni teri kanasi paydo bo'lishini hisobiga ham kelib chiqadi. Post akne ugriylardan qolgan dog'lar, ya'ni ularning asorati hisoblanadi. Bemorlarim kabi yaxshi natijalar olish uchun meni konsultatsiyamga yoziling.